Navoiyga merga tekkanman. Navoiydan Vohaga, to'xtinglar. Adashib ham ketdim. Kim? Men ana Xo'janddanman. Xo'janddan? Ha. Yo, Vodiyga erga teguvdim. Vodiydan Vohaga erga tegdim. Endi bilmayman, yana shu Tojikiston Xo'janddanmi? Bilmayman, biron joydan topishim kerak. O'zbeklarniki zo'r baribir. Nimaga bu tojiklarniki ham zo'r, sizga Tojikistondan deganiga darrov o'zbeklarniki zo'r deb olgan. Tojiklarnikini ko'rmaganman-da, to'nka shu o'zbeknikini ko'rdim. Unda ham Vohanikini ko'rdim. Zo'r narsa ekan. Shundan beri unutolmayman, billa kayf narsa ekan-da aka. Tojiknikini ko'rmaganman, tojiknikini bir ko'rishim kerak edi. O'zim Tojikistondanman, lekin shu bir tojik topishim kerak, nima balo. 3-chi qilib olgansiz mabodo? Boqishga, lekin atak unganim emas. O'zim boqaman aka. Siz nima deyapsiz? O'zim boqaman sizda. Yo'q. Sizdagi rubashkami, sportivniy kiyimmi, oyoq kiyimmi, hamma narsangizni o'zim qilib beraman aka. Yo'q, ayol kishini qo'liga qarashdim. Молодец, barakalla. Sizdaqa erkaklar ko'payaversin aka, faqat 2-3ta xotin qilmang, haymi? Har bittasi yo'z bersa, bilasizmi, ko'tingizga sikadilar aka, sizni rakam qo'yib. Qo'pol. Endi bo'lsam 7 ta bo'ladi. Oldingilar onasi ham 10 ta, 11 tagacha to'ldirgan. U 7 ta bolalar. Ularniki bitta ayoldan bo'lganda, endi 2-3 ta ayolga uylansangiz, birov bilan urushib qolmasangiz, birov bilan urushib qolsangiz, birov yozadi, ketasiz. Qarang lekin, mas ogohlan. Nima qilish kerak uni? To'maganmi birinchisi? Ha, bo'ldi. Agar u xotiningiz bilsa hozir ikkinchisini, ko'tingizga sikadi. Biladi. Biladimi? Zo'r ekanda u ayol, bilsa yashasa, billa shunaqa ayol bizga uchramadi, biz shunaqa bo'la olmadik. Jupsonda bular birinchi o uchinchini olsam qaysi qo'yadi-ku. Assalomu alaykum. Har bittasiga ulgursangiz bo'lar aka, hozir ulguryapti hamma. Yo'q, va'da berib. Aka o'z avjidan hozir tushdim, avjidan. Bo'yadi. Testaydi keyin 500 ta bo'ldi. Endi o'zi yana ko'tarilyapman, yana avjiga chiqyapti o'zidan o'zi. Qo'ying aka, birinchi xotiningiz bilan bo'lgan kunni ayting, qanday bo'lgan? Chiroyli bo'lganmi hayotingiz, shirin totli bo'lib? Keyin nimaga ikkinchisini izlab qoldingiz aka? Birinchisi qolib. Davay hozir birinchi ayolingizga mana shu yerda turib telefon qiling, qilman, bir so'rayinchi, bir kinayimdan. Qanaqa xotin ekan, u ruxsat bersa. Zo'r xotin ekan, Marvel aka. Bizda yo'q, shunaqa xotinlar Navoiyda. Yo'q, men aytdim-ku, Navoiyga merga tekkanman. Navoiydan Vohaga, to'xtinglar. Adashib ham ketdim. O'zi bir marta yerga tegib, balkon adashtirib ham yubordim. Birinchisi aka, ko'p ko'rmaganman, sizga o'xshab 2-3 talab. Ustoz bo'ladimi? Ustoz.